Nepal va Xitoy chegarasida kuchli suv toshqinlari oqibatida yuzlab odamlar halok bo'ldi. Minglab kishilar bilan esa aloqa uzilgan. Bedarak yo'qolganlar orasida xorijiy fuqarolar, sayyohlar va ziyoratchilar ham bor. Voqea tafsilotlari va qutqaruv ishlari haqida ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va sizningcha qutqaruv ishlari qanday kechmoqda? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Nepal va Xitoyning Tibet hududlarida yuz bergan kuchli suv toshqinlari oqibatida kamida 472 kishi halok bo'lgan, 1,5 mingdan ortiq odam bedarak yo'qolgan. Nepal tabiiy ofatlarni boshqarish boshqarmasi mamlakat hududlarida 469 kishi halok bo'lgani va 977 kishi bedarak yo'qolganini ma'lum qilgan. Shuningdek, vertolyotlar yordamida 3253 kishi qutqarilgan. Xitoyning Tibet hududlarida esa kamida 3 kishi halok bo'lgan, 558 kishi bedarak yo'qolgan. Ularning 260 nafari xorijiy fuqarolar ekani aytilmoqda. Tabiiy ofat oqibatida Hindiston, AQSh, Ukraina, Malayziya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Janubiy Koreya, Rossiya va boshqa davlatlar fuqarolari bilan ham aloqa yo'qolgan. Jumladan Hindistonning 288, AQShning 90, Ukrainaning 55, Malayziyaning 51, Avstraliyaning 39, Buyuk Britaniyaning 33 nafar fuqarosi bedarak yo'qolganlar qatorida. Rossiyaning Nepaldagi elchixonasi ham 8 nafar rossiyalik bilan aloqa yo'qolganini ma'lum qildi. Ayni paytda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Minglab odamlar xavfsiz hududlarga olib chiqilgan. Jarohatlanganlar esa shifoxonaga yotqizilgan. Rasmiylarga ko'ra, hududdagi ko'plab xorijliklar sayohat, ish yoki Tibetdagi muqaddas Kaylash tog'iga ziyorat qilish uchun kelgan. Qidiruv ishlari davom etayotgani sababli qurbonlar va bedarak yo'qolganlar soni hali o'zgarishi mumkin. Yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Xayr.